15-asrning ikkinchi yarmi, 16-asrning birinchi yarmida yashab faoliyat ko'rsatgan Sofi ayol, Og'oyi Buzruk va Qiz Bibi nomlari bilan tanilgan Mastura xonim taxminan 15-asrning ikkinchi yarmida Buxoro atrofidagi bugungi Jondor tumani hududidagi qishloqlardan birida, ehtimol Jon Qilich deb nomlangan qishloqda dunyoga kelgan. Og'oyi Buzruk 14 yoshidayoq islomiy ilmlar, jumladan Qur'on, hadis va fiqh ilmlaridan olgan bilimi bilan xalq orasida tanilgan. Bu kishi mudarrisa bo'lganlar, dars berganlar. O'zlari shariat ilmlarini mukammal egallagandan keyin tasavvuf va tariqat ilmlarida ham bu kishi mohir bo'lganlar. Bu kishidan hatto bu kishi 14 yoshida to'liq o'sha islom ilmlarini egallab, demak, o'z davrida yetuk bir olima bo'lganlar. Hatto mana manbalarda yoziladiki, ayrim ko'p Buxorodagi taniqli shayxlar ba'zan bilmagan savollarga bu kishi yozma ravishda javob berganlari to'g'risida mana shu Mazahir ajoyib nomli qo'lyozmada biz o'qiymiz. Dunyoda Qiz Bibi ilmiy merosiga qiziqish ancha ilgari boshlangan, jumladan Amerikaning nufuzli ilm dargohlaridan bo'lmish Garvard universitetida 2009-yilda o'zbekistonlik sharqshunos olima Gulnora Aminova aynan Og'oyi Buzruk, Qiz Bibi hayoti va ilmiy merosi haqida doktorlik dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qilgan. Mastura xonim haqida afsuski O'zbekistonda jiddiy ilmiy tadqiqot olib borilmagan. Mana biz ko'rib turibmiz, Amerikadan kelgan tadqiqotchilarimiz bizdan ko'ra ko'proq ilmga ega. Manbashunoslarimiz, sharqshunoslarimiz mana shu mutasavvifa haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishlari uchun mana shu qo'lyozmalarning ustida ular ham ish olib borishlari kerak. Chunki bu yerda mana shu shuncha davrdan buyon bu yerda mana sahro bag'rida bir ma'rifat maskani bunyod etilgan ekan. Buni albatta bu yerda kim dafn qilinganligi, umuman islom olamida qanday mavqega ega bo'lganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni bugungi yoshlarga yetkazishimiz kerak. Chunki bunday ma'naviy xazina boshqa hech qayerda yo'q. Buni mukammal o'rganib, yoshlarimizga sodda tilda buni yetkazib, xalqimizga buni demak to'liq ma'lumot berishimiz kerak. Manbalarning guvohlik berishicha, Og'oyi Buzruk o'zining islom ilmlari va tasavvuf sirlari borasidagi darslarini o'zi tug'ilib o'sgan joyda Jon Qilich qishlog'idagi xonaqohga aylantirilgan Rabotda o'tgan. Aytishlaricha, ushbu xonaqohning qurilishi yoki ta'mirlanishida uning turmush o'rtog'i Amir Faruq yordamlashgan. Mazkur maqbara bugungacha saqlanib qolgan. Vafotidan so'ng Mastura xonim ushbu manzilga dafn etilgan. Qiz Bibi mozori taxminan 18-asr oxirlarida ikki xil xonali etib qurilgan maqbaraga ega. Uning yagona bezakli binosi hisoblangan ayvon keyinroq masjid xonaqohning bosh peshtoqiga qaratib qurilgan. Ayvon oynali yog'och o'ymakorlik uslubi bilan bezatilgan. Bezaklar saqlanmagan. 20-asrning 80-yillari boshlariga qadar xonaqohning yarmidan ko'pi ko'chuvchi qumlar ostida qolib ketgan edi. Shunga qaramay bu joy atrof qishloqlar aholisi o'rtasida ziyoratgoh sifatida mashhur bo'lib qolaverdi. Qiz Bibining ilmiy merosi esa sharq ayollarining azaldan ilm ma'rifatda ham yetakchi bo'lganlarning isbotidir.